La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Ali İmran suresi 75. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden Ali İmran suresinin 75. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ehli kitaptan bazı kişiler var ki onunda köp mal amanet koysan mı sana onu kaytırıp verdi. Onlardan yeni bazı kişiler mi var ki onunda bir dinar amanet koysan mı onun beşi de turmagiçe yani kayıt söylemegiçe onu sana kaytırıp vermeydi. Bu şunun için ki ular ummilerinin meliğe hıyanet kılsak bizge günah bulmaydı. Yani bizning dinimizde bolmaganlarning malları bizge haram emas dedi. Ular bilip durup Allah namıdan yalganını toquydu. Undaq emas. Yani ular başka dindikilerge zulüm kılsa günah boludu. Ahdiga vapa kılgan ve günahdan saqlanganlar Allah dost tutgan kişilerdir. Çünkü Allah taqvadarlarını hakikaten dost tutudu. Yahudilarning işençsizligi to'g'risida. Allah Teala Yahudilarning ichidimi xoinlarning barligidan xabar berib ve müminlerinin ulağı aldınıp ketmesliki üçün ulağını agahlandırıp mundaq deydi. Bazı kişiler var ki onunda köp mal amanet koysan mı sana onu kaytırıp verdi. Eğer onundan azraq bolsa elbette onu sana kaytırıp verdi. Ulardan yeni bazı kişiler mi var ki onunda bir dinar amanet koysan mı onun beşi de turmagiçe yani kayıt söylemegiçe onu sana kaytırıp vermeydi. Yani eğer ular bir dinar pul üstüde yukarıdek kılsa bir dinardan köp pullarını sana elbette kaytırıp vermeydi. Bu şunun için ki ular ummilerinin meliğe hıyanet kılsak bizge günah bulmaydı. Yani bizning dinimizde bolmaganlarning malları bizge haram emas dedi. Yani Yahudilarning kişilerinin hakkıga hıyanet kılışının sebebi ularning bizning dinimizde bolmagan kişilerinin mallarını yivalsak hiç kandak günah bulmaydı. Şeksiz Allah bizge ularning mallarını halal kılıp verdi deb fatva berişidir. Ular bilip durup Allah namıdan yalganını toquydu. Yani şeksiz ular bu sözünü ve bühtanını özleri toqup çıktı. Allah Teala ulağa kişilerinin mallarını orunsuz yivilişini haram kıldı. Hakikaten Yahudiler bühtan çaplıqçı kişilerdir. Abdurrazak Sa'isa İbni Yazid'den rivayet kıldı. Bir kişi İbn Abbas radıyallahu anhumadan biz janglarda musulmonlarga jizye төлep yaşaydigan ahli kitaplarning to'qu ve qo'ylarini tutib olamayız. Bunda qilishimiz to'g'rimi deb so'radi. İbn Abbas radıyallahu anhuma u kishidan sizlar bu ishga qanday qaraysizlar dedi. U biz bunda qilsak bizge günah bulmaydı dedi. İbn Abbas radıyallahu anhuma sizlarning bu sözünler ahli kitaplarning ummilerinin meliğe hıyanet kılsak bizge günah bulmaydı. Yani bizning dinimizde bolmaganlarning malları bizge haram emas degan sözüge o'xshashdir. Eğer musulmonlarga jizye төлep yaşaydigan ahli kitaplar
jizya bersa, sizlarga ularning mollaridan hech narsa o'zi rozi bo'lib bermagicha halol bo'lmaydi dedi. Undaq emas, ya'ni ular boshqa dindagilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allah do'st tutgan kishilardir. Ya'ni shundaqlar Alloh taolo ilgariki payg'ambarlardan Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lib avatilgan vaqtida uningga ishonish to'g'riliq ulardan ahdi olgandek sizlardanmi ahdi olgan edi. Ey ahli kitoblar, sizlarning ichinglardagi o'zining ahdisiga vafo qilgan, Allohdan qo'rqgan, Allah taolaning cheklagan narsalaridan saqlangan ve onun ahirki peygamberi ilip kelgen şeriatiga ergeşken kişini Allah dost tutudu. Çünkü Allah takvadarlarını hakikaten dost tutudu. Allah'a bergen ahdini ve qasamlarini azgını bedelgi tegişidiganlar ahirette Allah'ın rahmetinden hiç qandaq nasibiga erişelmeydi. Kıyamet günü Allah ularni hoş kılıdığan söz kılmaydı. Ulağa rahmet gözü bilen qarmaydı. Ularni günahlardan paklamaydı. Ular qattiq azapqa qalıdı. Ahdiga xiloflik qilguvchilarga oxiratda hech qandaq nasibi yo'q ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mundaq deydi: Muhammad alayhissalomga ergishishga, onun sifatlarini kishilarga bayon qilib berishga ve onun işini kishilarga tushuntirishga ahdi bergan kishilarning ichida ahdisini ve yolg'on qasamlarini ozgina pulga tegishgan kishilar bor. Ahiretde Allah'ın rahmetinden hiç qandaq nasibiga erişelmeydi. Yani o kişiler üçün ahirette hiç qandaq nasibi yok. Kıyamet günü Allah ularni hoş kılıdığan söz kılmaydı. Ulağa rahmet göz bilen qarmaydı. Yani kıyamet günü Allah ularga mehribanlık bilen sözlemeydi ve rahmet göz bilen qarmaydı. Ularni günahlardan paklamaydı. Yani Allah ularni günahlardan paklamaydı. Aksice ularni dozaq tashlashga buyuruydu. Ular qattiq azobga qoladi. Bu ayetga munosabatli ko'plagan hadislar bor. Tövende u hadislarning ba'zilarini bayon qilamiz. Birinchi hadis. İmam Ahmad Abu Dar radhiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni Alloh taolo so'zlamaydigan, qaramaydigan ve günahlarını paklamaydigan 3 türlü kişi bulup ularga qattiq azob bardır. Men ey Allah'ın peygamberi, u ziyan tortquchilar kimlar deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom yuqoridagi so'zni 3 qatim takrorlab mundaq dedi: Ular takabburlik yuzasidan ishtonni o'shig'idan oshirib uzun kiygan kishi, o'zining sotmoqchi bo'lgan melini yolg'on qasam bilan donglagan kishi ve minnetxo'rlik qilgan kishidir. İkinci hadis. İmam Ahmad Adi ibn Umayr Kindining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kindilik Imru'ul Qays ibn Abis degan bir kishi Hazramlik bir kishi bilan bir parcha zimin to'g'riliq Payg'ambar alayhisalomning qishida davolashib qoldi. Payg'ambar alayhisalom ziminni Hazramlik kishiga isbot ko'rsatish sharti bilan hukm qilib bermoqchi bo'ldi. Lekin u isbot keltirolmadi. Ondan qasam ichish sharti bilan Imru al-Qaysga hukm qilib bermoqchi bo'ldi. Hazramlik kishi: Ey Allohning payg'ambari, agar sen uning ziminni qasam qilish sharti bilan hukm qilib bersang, Kabe'ning Robbining nomi bilan qasamki, ziminim uning ketib qoladi dedi. Payg'ambar alayhisalom:
bir kishi birisining mol mulkini elib olish uchun yolg'on qasam ichsa, u kishiga Alloh taolo ochiqlangan holatda uchrashidir, dedi. Hadisni rivoyat qilgan kishilarning biri bo'lgan Rija degan kishi Payg'ambar alayhisalom Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozgina bedelga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisha olmaydi degan oyatni o'qidi, dedi. Ondan Imruul Qays, ey Allohning payg'ambari, zaminni o'tinib bergan kishiga qanday hukm bor deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom jannat bor, dedi. U sen bana guvoh bo'lgan, u zaminning hammasini uningga o'tinib berdim, dedi. 3-hadis. İmam Ahmad Abdullah'dan Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi bir musulmonning mal mulkini elib olish uchun yolg'on qasam ichsa, u kishiga Alloh taolo uning ochiqlangan holda uchrashidi. Ondan Ash'as Allohning nomi bilan qasam qilaman, bu menda yuz bergan ish edi. Men bilan bir Yahudining orliqida bir zimin bor edi. U Yahudi ziminga xiyonat qildi. Men uni Payg'ambar alayhisalomning qishiga elib bordim. Payg'ambar alayhisalom mendan, "Sening pokiting bormi?" deb so'radi. Men, "Yo'q" deb javob berdim. Payg'ambar alayhisalom Yahudiga, "Qasam ichgin" dedi. Shuning bilan men, "Ey Allohning payg'ambari, undaqda u qasam ichsa, mening mol mulkim unaga ketib qoladi" dedim. Ondan Alloh taolo Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozgina bedelga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisha olmaydi degan oyatni nozil qildi, dedi. 4-hadis. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo qiyomat kuni so'zlamaydigan, qarimaydigan va gunohlarini poklamaydigan 3 turli kishi bo'lib, ularga qattiq azob bordir. Ular musofirga o'zidagi ortiq suvni bermagan kishi, namoz asrdan keyin yolg'on qasam ichib bir narsa sotgan kishi, xalifaga dunyolik uchun bay'at qilgan kishi. Agar xalifa uningga dunyoni bersa, uningga vafo qiladi. Agar u dunyoni bermasa, uningga vafo qilmaydi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agri-bugri qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Yahudilar tillarini agri-bugri qilib Alloh taolaning so'zlarini o'zgartib etganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yahudilarning ichidan ularga Alloh taolaning la'natlari bo'lsin, bir turkumlari Tavratning so'zlarini o'zgartib etadi va Alloh taolaning so'zlarini haqiqiy ma'nosidan burib etadi deb xabar berdi. Bularning undaq qilishi nodon kishilarni Alloh taolaning kitobida shundaq o'zgartirishlar bor deb o'yga keltirish uchundir. Ular bu qiliqni Alloh taolaga döngeydi. Bu ularning Alloh taolo qilgan bir bo'htonidir. Ular hem o'zlarining bo'hton chaplaganligini biladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun
tillarini egir-bugir qilib o'qiydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid, Sha'bi, Hasan, Qatada va Rabi ibn Anas qatorliqlar ular kitobni o'zgartib yetadi degan bo'ladi, dedi. Shuningdek, İmam Buxoriy İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sheksiz ular Alloh taolaning kitobini o'zgartib yetadi va uningga bir narsa qo'shib qo'ydi. Alloh taolaning mahluqotlarining ichidan Alloh taolaning kitobining bir tal so'zini o'zgartiradigan hech qanday kishi yo'q. Lekin Yahudilar uni o'zgartib, asli ma'nosi bo'lmagan ma'nolarni qo'shib qo'ydi. Vahib ibn Munabbah mundaq deydi: Sheksizki Tavrat bilan Injil Alloh taolo tushirgan peti saqlanib, u ikkisidan biror harfmi o'zgartilib ketmagandir. Lekin ahli kitoblar o'zgartish, onunğa asli ma'nisidan boshqa ma'ni berish va o'zlari yozgan kitoblarga tayinish bilan ezib ketadi. Uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ya'ni Alloh taolaning kitoblari o'zgartilishdan saqlanguchidir. Agar Vahb Alloh taolaning kitoblari salomat saqlanguchidir degan so'zida ahli kitoblarning qo'llaridagi kitoblarni ko'zda tutsa, u kitoblarda o'zgartirish, almashtirish, qo'shib qo'yish va ba'zi yerlarni kemaytib yetishning bo'lganligida shak yo'q. Bularni arabchaga tarjima qilishdimi ko'plagan xatoliklar, nurg'unlagan qo'shish va ilib yetishlar bo'lgandir. Bu tarjima Tavrat yoki Injilning o'zi bo'lmasdan, balki uning arabcha tushundirilishidir. Ahli kitoblarning ko'pinchisining yoki hammasining tushunchasi to'g'ri emasdir. Ammo Vahbining Alloh taolaning kitoblari salomat saqlanguchidir degan so'zida Alloh taolaning dargohidagi Alloh taolaning kitoblarini ko'z tutgan bo'lsa, bular Vahb degandagidek uningda hech qanday o'zgartilmay salomat saqlanguchidir. Alloh biror insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun Robboniy bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni Rabb qilib olishga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. Payg'ambarning kishilarni o'ziga yoki Alloh taoladan boshqa bir narsaga ibodat qilishga da'vat qilmaydiganlik to'g'risida. Alloh taolo kitob, hikmat va payg'ambarlikni bergan payg'ambarning kishilarga Alloh bilan billa menga ibodat qilinglar deyishi loyiq emasdir. Undaq ekan, payg'ambar emas, Yahudi va Xristianlarning olimlariga va so'pi ishonlarning ozg'un mashoyixlarga o'xshash nodon kishilarning boshqa kishilarga u so'zni deyishi albatta loyiq emas. Alloh taolo shunday qilgan Yahudi va Xristianlarni bu qilmishlari uchun qattiq aybladi. Payg'ambarlar va ularga ergashgan haqiqiy olimlar bularning sirtidir. Chunki olimlar kishilarni bir narsaga buyursa,
Allah buyurgan ve peygamber yetkizgen nersigi buyuruydu. Alimler kişilerini birer nerseden tossa, Allah ve peygamberle toskan nerseden tosudu. Peygamberle Allah Teala'nın rahmeti ve salimi ulağı bolsun. Özlerinin üstüdeki ulu vazifesini yetkiziş için gelgen Allah ve onun mahlukatlarının arlıqıdaki elçilerdir. Ula özlerinin vazifesini toluk ada kıldı. Kişilerge nasihat kıldı ve ulağa hakikatini yetkizdi. Ve lekin o kitapni ügetkenlikinla okuganlıkınla üçün Rabbani bulunla deydi. Yani lekin peygamber kişilerge terbiyeci ve ıslahçı bulunla deydi. İbn Abbas radıyallahu anhuma Ebu Rezin ve başkalar bu ayetinin manisi hakkında mundaq deydi. Sizler hikmetlik iş kılgıcı eğir besiq alim bulunla degenliktir. Allah Teala'nın kitabını ügetgenlikinla, okuganlıkınla üçün Rabbani bulunla deydi degen ayetinin manisi hakkında Zahhak mundaq deydi. Kur'an'ı ügengen kişiye onun Kur'an'ın içindeki hükümlerini bilişi lazımdır. Kur'an'ı ügengen kişiye onun Kur'an'ın içindeki hükümlerini bilişi lazımdır. Kitapni ügetgenlikinle, okuganlıkınla üçün, yani sizler Kur'an'ın ayetlerini yada alganlıkınla bilen degenliktir. Şuningdek, onun periştilerini, peygamberlerini Rab kılıbilişka buyuruşu layık bulmaydı. Yani peygamber sizlerini Allah'tan başka birisiga meyli o peygamber bolsun ya ki Allah Teala'ga yakın perişte bolsun ibadet kılışka buyurmaydı. Müslüman bolganlardan keyin peygamberinglar sizlerini küfürge buyurumdu. Yani peygamber onda kılmaydı. Çünkü Allah'tan başka birisiga ibadet kılışka çakırgan kişi şeksiz küfürlükka çakırgan boludu. Şeksiz peygamberle şirki yok bir Allah Teala'ga iman etişka ve ibadetini onun kılışka buyuruydu. Allah Teala bu vakti mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgiri evetilgen peygamberlerinin hemmesiga menden başka hiç ma'bud berhaq yoktur, mağıl ibadet kılınla dep vahiy kıldık. Biz hakikaten her bir ümmetke Allah'a ibadet kılınla şeytandın, yani şeytanga, butlağa, kahinlağa okşaş her kandak ma'budga ibadet kılıştın yirak bulunla dep peygamber evettik. Senden burun biz evetken peygamberlerimizden sorap bakın ki mehriban Allah'tan başka ibadet kılındığan ilahlarını belgilidik mu? Peygamberlerinin içinde Allah'tan gayrige ibadet kılışka davet kılgını var mı? Allah Teala periştilerden haber verip mundaq deydi. Mundaq dedi. Uladın kimi ki men Allah'tan başka ilahmen deydiken onu dozaq bilen cezalayımız. Zalimlarını şundaq cezalayımız. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sur Al-İmran'ın 80. ayetiqçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inşallah. Ve ahiru da'vana velhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.